keladilar. Jabal Sur, ya'ni Savr g'origa kelib yashirinishadi. Orqalaridan mushriklar quvlab kelishadi. Orqalaridan mushriklar quvlab kelishgan holatda Alloh azza va jalla Ankabut surasida keladi, ya'ni o'rgimchak surasi. O'rgimchaklarga Alloh azza va jalla buyuradi, g'orning og'zini nima qilsin? O'rgimchak o'zi to'ri bilan qoplasin. To'ri bilan o'zi bekitsin. Kabutarlarga Alloh izn beradiki, tuxum qo'ysin o'sha g'orning og'ziga kirishda. Shu bilan mushriklar orqalaridan quvlab kelishgan bir holatda Payg'ambarimiz alayhisolamning ichkarida, zotin ichkarida edilar. Bir mushrik aytadiki, Muhammad mana shu joyga yashiringan bo'lsa kerak, mana shu joyga bir kirib ko'raylik deganda, askarlarning boshlig'i nima deydi? Deydi, sen deydi ahmoqmisan? Sen ahmoqmisan? Agar bu joyga Muhammad kirganida edi, g'orning og'zidagi nima? O'rgimchak to'ri buzilgan bo'lardi. G'orning og'ziga kabutar tuxum qo'ygan, o'sha narsa tushib pastga singan bo'lar edi. Bu yerda Muhammad yo'q deb shu oralig'ida bu tarafdan Makka, ya'ni bu tarafda ko'rdik, hozir kelishimiz yo'li. Payg'ambarimiz alayhisalom bu tarafdan kelib g'orga yashiringanlar va bu tarafdan mushriklar o'tib ketishgan. Shu bilan Payg'ambarimiz alayhisalom bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana shu joyda 3 kecha mushriklardan omonlikda saqlangan joylari bo'ladi. Birinchi bu g'orga kirishda bir ma'lumot, sizlarga ma'lumot o'rinda aytamiz. Birinchi bu g'orga kirishda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kirganlar. To'xtang yo Habibim deganlar. Yo Rasululloh to'xtang, men birinchi g'orga kiray. G'orda tuyniklar bo'ladi, ya'ni zarar kunanda hasharotlar, ilonlar, chayonlar chiqilayotgan tuyniklar bo'ladi. O'sha tuyniklardan deydi men ko'rib yopib chiqaman deydilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ichkariga kiradilar va to'nlarini yechib, to'nlarini nima qilib yirtib boshlab, har bir tuynikka bittadan o'zlarining to'nlarini tiqib chiqadilar. Yagona bir tuynik qoladi, o'sha joyga to'nlari yetmaydi. Nima qildilar? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu muborak tovonlari bilan o'sha tuynikni yopadilar. Va payg'ambarimiz alayhisolamga aytadilarki, buyuring yo Rasululloh